Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz unsupervised learning. Mavzu rejasi quyidagicha. Demak, unsupervised o'zi bu nima, uning algoritmlari qanaqa? Demak, uning mashhur bo'lgan K- clustering algoritmini ko'rib o'tamiz. Uning matematik tahlili, loyiha kodi va uning ham tahlillarini ko'rib o'tamiz. Demak, unsupervised learning nima? Unsupervised bu demak bizda labellarsiz ma'lumotlarni beradi va biz o'z navbatda uni natijasida ma'lum bir guruhlarga, misol uchun mana bu yerda kvadratchalardan o'z avtonom ravishda unsupervised learning algoritmlari 3 ta misol uchun bunday guruhga ajratyapti. Demak, bu uchburchakchalar, kvadratchalar va aylanachalar. Demak, unsupervised learning label, ya'ni o'zbekchasiga yorliq desa ham bo'ladi. Labeli yo'q ma'lumotlar bilan ishlovchi machine learning turi hisoblanadi. U oldindan to'g'ri javobni bilmaydi va ma'lumotdagi yashirin tuzilma guruhlarini o'zi avtonom ravishda topadi. Demak, uni quyidagicha algoritmlari bor. Demak, birinchisi K-, ikkinchisi hierarchical clustering hisoblanadi. Biz bugun K- clusteringni batafsil tahlil qilib ko'ramiz. Xo'p, demak bu yoqda K- clustering ma'lumotlarni guruhlarga ajratish uchun ishlatiladigan machine learning turi hisoblanadi va agarda bizda K teng 3 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda mana u avtonom ravishda 3 ta buni klasslarga, ya'ni guruhlarga ajratib turibdi. Demak, K- eng mashhur klastering algoritmi va ma'lumotdan katta guruhga, ya'ni klasterlarga ajratadi. Har bir klaster markazida centroid deyilgan atama bor, o'sha bo'ladi va K- qayerlarda ishlatiladi? Bu juda ham ko'p mijozlarni segmentatsiya qilishda ishlatiladi. Telegram, Instagram auditoriyasini guruhlarga ajratishda ishlatiladi. Rasmni ranglar bo'yicha ajratishda, tavsiya tizimlarida va bularni biz AI tasvirlar deymiz va marketing va biznes tahlillarida. Bu yo'nalish bo'yicha juda ham hozirgi kunda talab yuqorilashib oshib boryapti. Sababi qanchalik mijozlar soni oshib boraversa, ya'ni juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, inson omili unga tahlil qilishga ojizlik qiladi. Bunda bizga machine learning, ya'ni machine learningning maxsus turi bu unsupervised learningda biz muammoni hal qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, uni ishlash prinsiplarini ko'radigan bo'lsak, birinchi qadamda K tanlanadi. Demak, biz uni o'zimiz tanlaymiz. Ya'ni nechta guruhga ajratishini oldindan o'zimiz aytamiz. Demak, centroidlar tasodifiy tanlanadi. Buni ham hozir loyihamizda birma-bir ko'rsatib o'taman. Demak, model katta nuqtani boshlang'ich markaz qilib oladi. Buni random tarzda oladi demoqchiman. Uchinchi qadamda esa masofani hisoblaydi. Demak, biz buni Evklid masofasi deymiz. Biz bilgan ikki nuqta orasidagi masofa formulasidan uning D, ya'ni o'rtacha masofasini topib olamiz. Demak, 4-qadamda klasterga biriktiramiz, ya'ni har bir nuqtani eng yaqin centroidda joylashgan klasterga qo'shamiz. Buni biz hozir matematik tahlilda birma-bir ko'rib o'tamiz. Va centroidda har bitta klass bo'yicha uning o'rtachasini olamiz va qachonki guruhlar o'zgarmagan holatdagina bu takrorlanaveradi va qachonki biz o'sha nuqtalar guruhi o'zgarmagan paytda bu jarayon avtonom ravishda to'xtatiladi. Keling, endi model bilan skala haqida gaplashamiz. Demak, bu model bu nima? Model bu AI yoki ML ning miyasi hisoblanadi. Ya'ni bizga eng kerak bo'lgan miya desa ham bo'ladi. Demak, ML model ma'lumotlardan o'rganishga kerakli vazifalarni hal qilish uchun qoidani saqlaydi. Bizning loyihada esa K- modeli shuni ishlaydi. Misol uchun, kiruvchi ma'lumotlar bor. U oylik daromad, xarajatlar, jamg'arma va hokazolar. Ularni biz 3 ta guruhga ajratishni ko'rsatdik.
Demak, guruh markazlari, ya'ni sentroidlarni avtonom ravishda eslab qoladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, model bu o'rganilgan minus algoritm va guruh markazlari va ma'lum bir qoidalar desa ham bo'ladi. Skaler ko'radigan bo'lsak, demak bu bizga juda ham kerak bo'lgan narsa, bu datani standartlashtirish yoki massavlashtirish vositasi hisoblanadi. Misol uchun bizda ko'radigan bo'lsak, bu yoqda 7 million va 0.65 degan o'zgaruvchilar bor. Agarda biz buni o'zidan foydalanadigan bo'lsak, demak katta sonlar o'z navbatida kichik sonlarni nima qilib qo'yadi? Ezib yuboradi, ya'ni nolga aylantirib yuborishi mumkin. Uning uchun bizda scalar fayli bor, ya'ni algoritm bor. Bu bizni mana bunaqa ko'rinishga keltirib beradi. Demak, buni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, model bu o'rgangan miyamiz qaysi odam qaysi guruhga tushishi, skaler esa ma'lumotni miyaga moslashtiruvchi vosita. Ya'ni barcha katta kichik sonlarni o'z navbatida bizga modelni o'qitishda moslab beradi. Keling endi biz ushbu algoritmning oldingi darslarimizga o'xshatib, uning matematik tahlilini birma-bir ko'rib o'tamiz. Demak, endi bu yoqqa sagina diqqatingizni oshirishi so'rab qolardim. Sababi bu yoqda oddiygina matematik emas, fikrlash ham kerak bo'ladi. Xo'p, bizda qarang, 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bizda nuqta bor. Ya'ni bular A1, A2, A3, A1, B1, B2, B3 va C1, C2 ekan. Mos ravishda buni biz X va Y chiziqlar deb atashimiz mumkin. Yoki mana bu tizimni ko'radigan bo'lsak, mana bu yoqda mana har bitta nuqtaning X va Y joylashgan. Ya'ni bu misol uchun Y hisobladigan bo'lsak, buni biz X deb olamiz. Bizning maqsadimiz aynan shu nuqtalari qanday topilishi birma-bir ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, random tarzda o'z-o'zidan 3 ta nuqtani olamiz, chunki biz aytib qo'ydikki, 3 ta klassga ajratish. Ya'ni bu birinchi klass bo'lsa, bu ikkinchi klass bo'lsa va mana bu uchinchi klass bo'lsin degan ma'noda. Hop, 2 o'ng qo'ydik, 508 qo'ydik va 1 2 qo'ydik. Ya'ni bu nuqtalarni o'z-o'zidan bu yoqqa ko'chirib yozib qo'ydik demoqchiman. Hop, ya'ni buni bu yoqqa qo'ydik mana. 508 ni mana bu yoqqa qo'ydik va 2 ni o'z-o'zidan mana bu yoqqa qo'ydik. Endi qiladigan ishimiz mana bu Evklid formulasidan foydalanib, bular har bittasining qiymatlarini topib olamiz. Bunda nima bo'ladi? Bunda mana bu bilan mana bu qiymatlar o'z-o'zidan mana bu formuladan hisoblanib javob yoziladi. Ya'ni bu yoqda ko'radigan bo'lsak, x2 dan x1 ayri kvadratni oshirib qo'shamiz, y2 dan y1 ayirib kvadratni oshirib qo'shamiz. Ya'ni o'z-o'zidan bu 0 0 bo'ldi mana. Chunki 2 dan 2 ketdi va 10 dan ketdi. Ho'kizi har bitta amal birma-bir hisoblanadi. Misol uchun bunga keladigan bo'lsak, demak, bu mana bu bilan hisoblanadi, uni esa mana 5 bilan hisoblanadi va ho'kizi. Va buni ko'radigan bo'lsak, eng minimallarni olamiz. Misol uchun mana bu yoqda mana 3 ta guruh bor. Qaysi to'g'ri kelishi o'z-o'zidan bu yoqda 0 ko'rsatilgan. Birinchi guruh deb mana bu yozib qo'ydim mana. Bunisida esa eng kichigi necha ekan? 3.16 da bu 3 ekan mana. 3-ga to'g'ri keldi. Va qolganlarini xuddi shunday, misol uchun mana buni ko'radigan bo'lsak, bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, demak, uchinchi guruh bo'lgani uchun biz nima deb qo'ydik buni? 3 deb qo'ydik. Va endi qiladigan ishimiz qaysi guruhda nechta nuqta bo'lsa, o'shalarning o'rtachasini topishimiz kerak bo'ladi. Men oldinroq mavzuning slaydda ko'rsatib o'tdim. Aynan shu formuladan buni topamiz. Misol uchun, birinchi guruhda faqatgina A1 turgani uchun buni nima qildik? O'zini oldik. Demak, 2 10 o'zi mana bu yoqqa 2 10 bo'lib nima qildi? Ko'chdi. Xo'p, B1da 6 qayerdan paydo bo'ldi deb savol berish mumkin.
Demak, ikkilar sanab chiqamiz. Demak, mana bitta 2, mana bitta 2, mana bitta 2, mana bitta 2, mana bitta 2. Demak, bularning o'rtachasini olamiz. Demak, 8 ga 5 qo'shamiz, 7 ni qo'shamiz, 6 ni qo'shamiz va 4 qo'shamiz. Va uni o'rtachasini oladigan bo'lsak, ko'rib turganlaringizdek bizlar ne chiqibdi? 6 chiqibdi mana. Va keyingisi ham xuddi shuning o'zi. Demak, y larni olib uni o'rtachasini oladigan bo'lsa, 6 ga 6 chiqdi mana. 3 ni ko'radigan bo'lsak, 3 ta bu yoqda ikkitagina bor. Demak, mana bu A2 nuqta bilan qaysi nuqta ekan? C1 nuqta. Xo'p, bundan demak 2 ga 1 qo'shdik, necha bo'ladi? 3 bo'ladi. 3 ni 2 ga bo'lsak, 1,5 bo'ldi. Va yana bu yoqda 5 ni 2 ga qo'shsak 7 bo'ladi. 7 ni 2 ga bo'lsak necha chiqadi? 3,5 chiqadi. Demak, mana biz ham buni xuddi shunday hisoblab oldik. Endi bu o'z navbatda bu yangi songa qo'shilib yoziladi va mana formula yana takror ishlaydi. Demak, takror ishlagandan keyin yana quyidagicha sonlar hosil bo'ladi. Bularni ham eng minimallarini olamiz. Va eng minimallarini oladigan bo'lsak, mana bunisida 0,0 dan 1 oldi, bunisida 3-chi ho'kiz oldi. Bular esa yangi bizdagi o'zgaruvchilar. Yana bitta narsa ahamiyat berishni xohlab qolardim. Demak, mana bu 1 3 bular o'zgarmayapti, lekin ko'radigan bo'lsa, oxirida mana 2 necha o'zgardi? 1 ga o'zgardi. Demak, buni o'z navbatda xo'p, mana bu yangi new centroid bilan uni to'g'ri olishimiz mumkin bo'ladi. Va yana mana formula qayta ishlaydi. Xo'p, demak endi nima bo'ldi? Mana bu eski, mana bu sonlari mana bu yoqqa ko'chirib oldik mana. Va endi yana mana bu 3 9,5, 6,5, 5 25, 1,5, 3,5 ni yangi hisoblash uchun ushbu jadvalga qo'yib yana hisoblaymiz. Demak, o'zgaruvchilar 3 9,5, 6 5,25, 1,5, 3,5. Demak, buni ko'radigan bo'lsak, yana bu yoqda o'zgarish bo'ldi. Bu 1 o'tdi, ya'ni o'zgarmadi, lekin mana bunisi 2 necha bo'libdi? 1 bo'libdi. Yana uni hisoblaymiz. Demak, 1 lar nechta ekan? Demak, bu 2 4 ekan. Yana 12 ekan, 9,5 bo'ldi. Endi buning new centroidni ko'radigan bo'lsak, xo'p, demak, bu yoqda 1 lar, demak, mana 1 oladigan bo'lsak, bu A1ning karantalar demak 2 ekan. Yana 1 oladigan bo'lsak, mana bu yoqda 5 bor ekan. Va yana necha qoldi? Mana bu 1 oladigan bo'lsak, bu 4 ekan. Demak, 2 ga 5 qo'shib 4 qo'shishdan 3 ga bo'ldi. Demak, bu ne chiqdi? 3,67 chiqdi. Demak, 3,67. Endi buni oladigan bo'lsak, demak, bu yoqda necha bo'ldi? 10 bo'ldi mana. Bu yoqda 8 bo'ldi mana. Bu yoqda necha bo'ldi? 9 o'tdi mana. Bularni ham qo'shib 3 ga bo'ladigan bo'lsa, necha chiqdi mana? 3,67 9 chiqdi. Bu yerda ko'p to'shimiz mumkinki, aniqlashimiz kerak bo'lgan narsa boyagidek. Demak, yangi sentroid topish uchun oxirgi bir xil guruhlarni o'rtachasini olamiz. Va o'z navbatda mana bu ikkinchi guruhdagilar ham xuddi shunday amal bilan uni topib olamiz. Bunda ham quyidagicha mana bu 7 va 4,400 chiqadi va C1 desa 1,5, 3,5 chiqadi. Buni ham o'z navbatda ko'chira olamiz mana. Demak, sonlar ham o'zgardi ko'rib turganlaringizdek. Va mana bu klasslar ham o'zgardi. Va yana bu formuladan foydalanib, ularni birma-bir topib chiqamiz. Xo'p, demak, agarda bularni tekshiradigan bo'lsak, minimali 1,94, demak, bu birinchi guruh bo'ldi. Umuman oldingidek eng kichkina sonlari biz uning qaysi guruhga mansub ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
va buni ko'radigan bo'lsak, ana endi bu guruhlar, tanlangan guruhlar o'zgarishsiz qoldi. Ya'ni 1-1lik saqlandi, 3-3ligicha 2-2, 1-1, 2-2, 2-2, 3-3 va necha ekan 1-1. Demak, biz natijaga erishdik. Ya'ni bu yoqda bizning o'zgaruvchilarimiz yangisi bilan bir xilda qiymat hosil qildi. Bu degani nima degani? Bu degani bizning nuqtachalarimiz guruhlarga ajratildi. Ya'ni bu yoqda birinchi guruhda qaysilar bor ekan? Birinchi guruh ko'radigan bo'lsak, demak, A1 bor. Xo'p, keyin B1 bor. Demak, yana oxirgisi bu C2 ekan. Men nima demoqchiman? Demak, o'zi ushbu ikkita ko'rsatish bo'yicha bizning modelimiz uni guruhlarga ajratdi. Keling endi buning kod qismini, ya'ni dasturning loyiha kodlarini va uni ham tahlillarini ko'rib o'tamiz. Keling endi loyiha kodlarini qayerdan yuklab olishni ko'rsataman. Buning uchun URL manziliga github.com mironshoh 8 unsupervised learning deb yozsangiz mana bunaqa oyna chiqadi. Demak, siz o'z navbatda mana bu kodni bosib, dolani zip qilib uni bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana yuklandi. Shuni ochasiz va o'zingizga mos bo'lgan redaktorda undan foydalanib ochsangiz mumkin bo'ladi. Men yuklab oldim. Men o'tgan safargi darsimizda Visual Studioda ishlaganman. Bu safar ham xuddi shuning o'zida ishlayman. Savol tug'ilishi mumkin. Biz Python yuklab oldik, Visual Studio yuklab oldik. Nega ushbu kod ishlamayapti degan ma'noda. Uning uchun bizda kutubxonalar bor. Sizlarni yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Demak, uning uchun biz new terminal qilib, mana bu yerda qaysi kutubxona kerak bo'lsa, o'zingiz yozishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, misol uchun biz py, misol uchun har doim bu yoziladi. Pip install deymiz. Misol uchun numpy. Xo'p, bu yoqda enter tugmasi bosgandan keyin ushbu kutubxonani kompyuteringizga o'rnatib oladi. O'rnatguncha, demak, men qanday qilib dataset yaratishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, bizda quyidagicha murakkab savol bor. Demak, qanaqa savol? Bizda 100 ta qator bor va biz buni 3 ta guruhga ajratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi guruhda nima bo'ladi? Barqaror, lekin o'shsiz. Bular daromad barqaror, jamg'armasi bor, xarajati past, lekin registratsiyasi yo'q. Ikkinchi guruh ko'radigan bo'lsak, yashirin xavf zonasi, misol uchun daromad zo'r, kreditda impuls xarajati yo'q, lekin tashqaridan zo'r bo'lishi mumkin, ichkaridan xavfli bo'lishi mumkin. Va uchinchi guruh ko'radigan bo'lsak, bu moliyaviy stress, ya'ni jamg'armasi ham yo'q, daromadi beqaror va kredit tibbiy xarajatlar juda ham yuqori. Buni agarda biz datasetni ko'radigan bo'lsak, dataset 100 ta odamning ma'lumotlari. Ya'ni qarang, 100 ta ma'lumot va ma'lumot ko'radigan bo'lsak 100 xil ustun. Buni odam o'zi mustaqil ravishda fizik ham isbot qila olmaydi. Men nima demoqchiman? Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda ham yoki tavsiya tizimlarida ham hammasini tagida xuddi shuning o'zi yotgan. Buni men matematik tahlilni yuqori videomda ko'rsatib o'tdim. Bu yerda hozir 10 ta parametr bor. Ular qaysilar? Demak, oylik daromadi, ovqat xarajatlari, transport xarajatlari, hokazolar. Bu orqali bizda dataset mana yig'ildi. Demak, ID, oylik daromad, hokazo qanaqadir sonlar mana biz buni random tarzda oldik.
va bu ijtimoiy tarmoqlarda tayyor turadi va uni biz olib o'zimiz real loyiha ham qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda quyidagicha model yaratish va uni saqlash kodi bor. Demak, pandas bor bu yoqda, juda ham mashhur. NumPy boya oldik. Joblib o'zingiz mustaqil rivojlanishi mumkin. Demak, buni biz yana py ma'lumot chiziqcha m pip nima deymiz? Joblib yoki pandas deysizlar, o'zi avtonom ravishda uni yuklab oladi. Xo'p, keling endi birma-bir kod tahlil qilamiz. Demak, birinchisida demak SP ni o'qishi, demak pandasni o'qib oldik. Demak, moliyaviy dataset, mana bu dataset nomi va keyingisi futurelarni ajratdik idlar orqali. Keyin scalar, mana buni darsda ham aytib o'tdim. Shu orqali buni normallashtirib oldik va endi 3 ta klasslarga ajratdik. Men boya aytdim, mana bu 3 ta guruhlarga ajratish kerak edi. Men shuning uchun bu yoqni nechta qo'yibman? 3 ta qo'yibman men. Va random state 42 bu o'zimizning mashhur 42 sonimiz va endi buni nima qilamiz? Saqlab olamiz. Demak, k- model va scalar pkl. Bu ikkita bizga fayl taqdim qiladi. Xo'p, ishga tushiramiz. Demak, matematik tahlildagi hamma formula bilan hozir ishlab bizga bitta model yaratib beradi. Demak, bizda model bor. Birinchisi nima? k-model pkl va keyingisi scalar pkl. Xo'p, keling endi o'zimning ma'lumotlarimni kiritib buni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, demak, oylik daromadim 7 million, hokazolar, kredit to'lovi 2,5 million, masalan, tibbiyot xarajati 900 ming. Qani men qaysi guruhga mos ekanim? Xo'p, demak, odam qaysi guruhga tushdi? Demak, birinchiga tushibman. Birinchi guruh ko'radigan bo'lsak, demak, bu 0-guruh bo'ladi, bu birinchi guruh bo'ladi, bu ikkinchi guruh bo'ladi. Lekin menda qanaqadir yashin xavf zonasi chiqyapti. Demak, menda xuddi shunaqa aniqlab berdi. Agar siz ham o'zingiz ushbu sonlar real holatga keltiradigan bo'lsangiz, bizlarda aniq bizga model bashorat qilib beradi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Xayr, keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.